Urganch davlat universiteti ma'rifat va tafakkur maskani. Ko'hna Xorazm zaminining har bir qarshida tarix, tafakkur va ma'naviyat nafasi mujassam. Bu muqaddas diyor azaldan ezgu niyat, ezgu so'z va ezgu amal aqidalari ila yashab kelgan allomalar yurti, buyuk tafakkur o'chog'i sanaladi. Bu tuproqdan o'sib chiqqan ajdodlar insonparvarlik, ilmga tashnalik va haqiqatga sadoqat bilan butun bashariyat tafakkuriga o'z hissasini qo'shganlar. 9-13 asrlarda Xorazmda ta'lim va ilm-fan yuksak darajada rivoj topdi. Ma'mun akademiyasi dunyo miqyosida tan olingan ilmiy markazga aylandi. O'sha paytlarda Ko'hna Urganchda 700 ga yaqin madrasalarda yoshlarga diniy va dunyoviy bilimlar berilgan. 20-asrga kelib bu ulug' an'analar zamonaviy ta'lim tizimida davom etdi. 1920-yillarda Xorazmda xalq ta'limi, pedagogik kurslar va xalq universiteti faoliyati yo'lga qo'yildi. Bir 1935-yilda esa Urganch shahrida Xorazm davlat o'qituvchilar instituti tashkil etilib, u kelajakda butun viloyat ilmiy ma'rifiy hayotining markaziga aylandi. Bir 1944-yilning 1-sentyabridan mazkur dargoh negizida o'qish muddati 4 yillik oliy ma'lumotli o'qituvchilar tayyorlashga ixtisoslashtirilgan Xorazm davlat pedagogika instituti tashkil etildi. Unda fizika, matematika, o'zbek tili va adabiyoti, rus tili va adabiyoti, tarix fakultetlarida o'qituvchi kadrlar tayyorlana boshlandi. Bir 1978 hamda 1980-yillarga kelib, bu yerda fakultetlar soni 7 taga, kafedralar ko'lami esa 22 taga yetib, talabalar 3000 nafardan oshdi. Ushbu yillar oralig'ida 150 nafar professor o'qituvchilardan 8 nafari fan doktori, professor, 70 nafari fan nomzodi, dotsent ilmiy daraja va unvonlarga ega bo'ldi. Bir 1992 yil 28-fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga asosan Xorazm davlat pedagogika instituti negizida Urganch davlat universiteti tashkil etildi. Bu tarixiy voqea Xorazm ta'limi va ilm fanida yangi bosqichni boshlab berdi. Bu oliy dargohga akademik Azimboy Sadullayev birinchi rektor etib tayinlandi. Mustaqillik yillarida universitetning moddiy-texnik bazasi yangilandi. Ta'lim jarayonida zamonaviy metodlar, davlat ta'lim standartlari, magistratura tizimi joriy qilindi. Fakultetlar va kafedralar soni ortib, xalqaro hamkorlik aloqalari kengaya bordi. Universitet talabalari respublika va xalqaro miqyosdagi olimpiada va tanlovlarda faol ishtirokchilariga davlat stipendiyalari sohiblariga aylanishdi. Ayniqsa, Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierning viloyatimizga tashrif doirasida universitetimiz talabalari bilan uchrashuvi ularning qalbida yangi maqsadlar, kuchli ishonch va ulkan motivatsiya uyg'otdi. 2016-yildan boshlab Urganch davlat universitetida ta'lim-tarbiya jarayonida yangilanishlar va taraqqiyotning yangi bosqichi boshlandi. Bu davr oliygoh hayotiga sifat jihatidan yangi surat, yangicha ruh va ishchil islohotlar olib kirdi. Ayniqsa, universitetning xalqaro maydondagi nufuzi mustahkamlanib, xorijiy oliygohlar bilan hamkorlik aloqalari kengaya bordi. Qo'shma ta'lim dasturlarining joriy etilishi o'quv jarayonining sifatini yanada oshirdi. 2016-yilda 6,5 mingga yaqin talaba tahsil olgan bo'lsa, 2020-yilga kelib talabalar soni esa qariyb 30 ming nafarni tashkil etdi. Moddiy-texnik baza mustahkamlandi. Ilmiy faoliyat ham tobora yuksala bordi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2017-yil 28-dekabrdagi qarori bilan Urganch davlat universiteti huzuridagi falsafa doktori, PhD ilmiy darajalar beruvchi fizika-matematika fanlari bo'yicha ilk ilmiy kengash ochildi. Shundan so'ng universitetda ilmiy izlanishlar faolligi sezilarli darajada oshdi. 2020-yilda talabalarni turar joyi bilan qamrovini oshirish maqsadida universitetning qiymati 17 milliard 134 million so'mlik 500 o'rinli talabalar turar joyi binosi foydalanishga topshirildi. Xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan ta'lim va ilmiy sohada hamkorlik aloqalari geografiyasini kengaytirish maqsadida 60 dan ortiq shartnoma imzolandi. Ilmiy tadqiqot ishlari va innovatsion faoliyat borasida ham Urganch davlat universitetida sezilarli o'zgarishlar bo'ldi. Ushbu yilda falsafa doktori ilmiy darajasini beruvchi yana 4 ta ilmiy kengash yangi ochildi. Himoyalar soni tobora ortib, universitet ilmiy salohiyati oshib bordi. 2020 hamda 2021 o'quv yilidan boshlab kredit modul tizimi asosida o'qish yo'lga qo'yildi. Davlatimiz rahbarining 2021-yil 24-dekabrdagi davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hamda davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlariga asosan oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish maqsadida 2022-yil yanvar oyidan boshlab respublikamizdagi 35 ta oliy ta'lim muassasalari orasida Urganch davlat universitetiga akademik va moliyaviy mustaqillik maqomi berildi. Bu esa universitetga o'zining ta'lim jarayonlarini zamonaviy talablar asosida yanada sifatini tashkil etish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish imkonini berdi. 2022-yilda Urganch davlat universiteti ta'lim, ilmiy tadqiqot raqamlashtirish va yoshlar siyosati yo'nalishlarida sezilarli yutuqlarga erishdi. Hududdagi oliy ta'lim tizimi rivojida muhim o'rin tutdi. Bu yilga kelib viloyat ehtiyojidan kelib chiqqan holda 6 ta yangi yo'nalish va 9 ta magistratura mutaxassisligi ochildi. Umumta'lim maktablari bilan mobil metodik hamkorlik yo'lga qo'yildi. 163 nafar professor o'qituvchi malakasini oshirdi. Yil davomida 13 ta darslik, 19 ta o'quv qo'llanma va 105 ta metodik materiallar nashr qilindi. 47 nafar xorijiy olimlar dars jarayoniga jalb etildi. 93 nafar o'qituvchi xalqaro C1 darajadagi sertifikatga ega bo'ldi. Erasmus Plus dasturi doirasida zamonaviy laboratoriyalar tashkil etildi. Jami 6 ta ilmiy kengash faoliyat yuritdi. 58 ta Scopus va Web of Science bazasidagi ishlar chop etildi. 28 ta patent olindi. 2022-yilda 1,5 ming nafar xorijlik talaba o'qishni tamomlab, Urganch davlat universiteti diplomiga ega bo'ldi. Times Higher Education agentligining Young University Rankings 2022 natijalariga ko'ra, Urganch davlat universiteti O'zbekistonning 4 ta yetakchi oliy ta'lim muassasasi qatorida reporter maqomini oldi. Bu esa uning dunyo universitetlari reytingiga kirish sari tashlangan ishonchli qadami bo'ldi. Yil davomida 300 dan ortiq ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Tafakkur gulshani, kitobxon talaba, zakovat ligasi, talaba sport elchisi kabi katta loyihalar amalga oshirildi. Talabalarimiz Talabalar Ligasi Respublika sport musobaqasida birinchi o'rinni egallab, 3 ta oltin, 5 ta kumush, 8 ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Bino islohotlarini yangilash doirasida 2 ta sport maydoni, 800 o'rinli talabalar turar joyi foydalanishga topshirildi. 2 ta o'quv bino texnopark va 250 o'rinli kutubxona ta'mirdan chiqarildi. 2023-yilda esa universitetda 9 ta fakultet, 44 ta kafedra, 96 ta bakalavriant yo'nalishi va 35 ta magistratura mutaxassisligi jami 29 mingdan ortiq talaba tahsil oldi. Viloyat ehtiyojlaridan kelib chiqib 27 ta yangi yo'nalish va 4 ta magistratura mutaxassisligi ochildi. O'quv me'yoriy hujjatlar xalqaro tajriba asosida ishlab chiqildi. 46,2 milliard so'mlik smart o'quv binosi foydalanishga topshirildi.
Talabalarga barcha muhim xizmatlar bir joyda taqdim etish markazi registrator ofisi faoliyati yo'lga qo'yildi. Markaz bugungi kunda bir vaqtning o'zida 60 ta xizmatni bajarib, talabaning og'irini yengil qilmoqda. Urganch universiteti gazetasi qayta ta'sis qilindi. 255 nafar pedagog respublika va xorijda malaka oshirdi. Rossiya va Belarus oliygohlari bilan 5 ta qo'shma ta'lim dasturi tashkil etildi. Dars jarayonlariga 52 nafar xorijlik professor o'qituvchi jalb etildi. 50 nafar o'qituvchi xorijiy universitetlarda stajirovka o'tadi. 87 nafar talaba esa xalqaro almashuv dasturlarida qatnashdi. 2023 hamda 2024 o'quv yilida oliygohda 119 nafar xorijiy talaba tahsil oldi. Erasmus Plus dasturi doirasida zamonaviy laboratoriyalar tashkil etildi. Yil yakunida 22 nafar talaba prezident va davlat nomli stipendiyalar sohibi bo'ldi. ...2024 yil Urganch davlat universiteti uchun ta'lim sifati, ilmiy salohiyati va xalqaro hamkorligi yangi bosqichga ko'targan. Yoshlar faoliyati va moddiy bazani mustahkamlash yili bo'ldi. Jahon reytinglarida munosib o'rin egallab, QS Coca-Cola Scientific Sustainability Rankings 2025 da O'zbekistondagi 7 ta oliygohdan biri bo'lib tan olindi. Universitetda 8 ta fakultet, 39 ta kafedra, 106 ta bakalavriat yo'nalishi va 41 ta magistratura mutaxassislikda 25 mingdan ortiq talaba tahsil oldi. 2024 hamda 2025 o'quv yilida 5 ta yangi yo'nalish va 4 ta yangi magistratura mutaxassisligi ochildi. Nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlovchi dual ta'lim tizimi joriy qilindi. Yil davomida 243 nafar o'qituvchi va rahbarlar malaka oshirishdi. 33 ta darslik, 57 ta o'quv qo'llanma nashr qilindi. Xalqaro hamkorlik doirasida 35 mamlakatning 198 ta oliygohi bilan shartnomalar imzolandi. 2024-yilda 47 nafar xorijlik professor o'qituvchi dars jarayonlariga jalb etildi. 143 nafar universitet pedagog xodimi chet el safarlarida bo'ldi. 142 nafar talaba xorijda amaliyot o'tadi. Ta'lim jarayoni raqamlashtirildi. 16 ta yo'nalishda darslar xorijiy tillarda olib borildi. 17 nafar talaba prezident va nomli davlat stipendiyalariga sazovor bo'ldi. 12 nafar xalqaro va respublika olimpiadalarida g'olib bo'ldi. 82 nafar o'qituvchi PhD, 9 nafar DSK darajasini oldi. 17 ta patent va mualliflik guvohnomalari olindi. 15 milliard so'mlik startap, yangi ishlanma va driver loyihalari amalga oshirildi. Yoshlar bilan ishlash va ma'naviy ma'rifiy faoliyat doirasida 3920 ta tadbir o'tkazildi. 13 mingdan ortiq talaba jalb etildi. 105 ta to'garak faoliyat yuritdi. 2024-yilda universitet sportchilarining 33 nafari O'zbekiston, 9 nafari Osiyo va 3 nafari jahon chempioniga aylandi. 1855 nafar faol talaba moddiy rag'batlantirildi. Moddiy texnik baza yanada mustahkamlandi. 6 ta sport turiga mo'ljallangan sport maydoni foydalanishga topshirildi. Urganch davlat universiteti o'zining 90 yillik faoliyati davomida davlat va jamiyat hayotida o'z o'rniga ega akademiklar, jahon chempionlari, rahbar xodimlar, ijodkorlar, bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shayotgan minglab ziyolilarni yetishtirdi. Bugungi kunda Urganch davlat universiteti ilm va ma'rifat o'chog'i, yosh avlod tafakkurini charxlash, ilmiy izlanishlar olib borish va innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etish maskanidir. Hozirgi dargohda 10 ta fakultet, 42 ta kafedra faoliyat yuritib, ularda yuzlab olim va ilmiy salohiyatli pedagoglar 80 ga yaqin yo'nalish bo'yicha kunduzgi, kechki hamda masofaviy ta'lim shakllarida bakalavr, 38 ta mutaxassislik bo'yicha magistr kadrlar tayyorlashmoqda. 2025-yilda Urganch davlat universitetiga Abu Rayhon Beruniy nomi berildi. Xalqaro hamkorlik kengaydi. 40 dan ziyod davlatning 200 dan ortiq oliygohi bilan shartnomalar imzolandi. Professor, o'qituvchilar va talabalar almashuv dasturlari joriy etildi. Universitet tarkibida bitta akademik litsey, bitta fizika, matematika va informatikaga ixtisoslashtirilgan maktab, 4 ta texnikum va Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi mavjudligi oliygohning nufuzini yanada oshirmoqda.
Bir vaqtning o'zida 1000 nafar kitobxonga xizmat qiluvchi axborot resurs markazining zamonaviy tipdagi yangi binosi foydalanishga topshirildi. Ushbu bino tarkibida Pekin Xalqaro matematika tadqiqot markazi bilan hamkorlikda Pekin Urganch matematika markazi ochildi. Shuningdek, 7 qavatli 600 o'ringa mo'ljallangan yangi talabalar turar joyi foydalanishga topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-apreldagi Al-Xorazmiy universitetini tashkil etish hamda axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 160-sonli qaroriga muvofiq Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali Urganch davlat universiteti tarkibiga qo'shib berildi. Joriy yil may oyida Urganch davlat universiteti matematika bo'yicha Al-Xorazmiy nomidagi 3-xalqaro olimpiadaga mezbonlik qildi. Unda Braziliya, AQSh, Xitoy, Hindiston, Janubiy Koreya, Malayziya, Yaponiya, Vyetnam, Rossiya, Serbiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkiya, Turkmaniston kabi davlatlardan, shuningdek, O'zbekistonning turli oliy ta'lim muassasalaridan matematika sohasidagi iqtidorli talabalar ishtirok etdilar. Talabalarimizning yutuqlari ham bisyor. Sportchi yoshlarimiz universiada musobaqalarida yuksak natijalarga erishib, universitet sha'nini munosib himoya qildilar. Voleybolchi qizlar jamoasi universiada 2025 da mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Kurashchilar esa 3 ta oltin, 2 ta kumush hamda 4 ta bronza medal bilan faxrli birinchi o'rinni egallashdi. Futbol jamoasi esa turnir g'olibi bo'ldi. U21 yoshlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatida voleybolchi qizlar jamoasi mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritib, oltin medal sohibi bo'lishdi. Yoshlar bandligini ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Oliygohda kelajakka qadam karyera markazi faoliyati samarali yo'lga qo'yilgan. Viloyatdagi ish beruvchi tashkilotlar bilan hamkorlikda muntazam ravishda mehnat yarmarkasi, biznes marafonlar tashkil etilmoqda. ...2025-yilda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida oliy ta'lim muassasasining ilmiy kengashlar faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida jami 5 ta ilmiy kengash faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, ularda jami 15 ta ixtisoslik bo'yicha fan doktori hamda falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tadqiqotchilarning himoya jarayonlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda universitet ilmiy salohiyati esa 43% ni tashkil etadi. Universitetda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar, sifatli ta'lim va xalqaro hamkorliklarning amaliy natijasida Urganch davlat universiteti nufuzli QS Asia University Rankings 2026 ro'yxatida o'z o'rniga ega bo'lib, 632-reyting bilan qayd etildi. Natijada Osiyodagi eng yaxshi oliy ta'lim muassasalari sifatida munosib o'rin oldi. Shuningdek, 18-noyabr kuni e'lon qilingan QSA Sustainability Rankings 2026 natijalariga ko'ra, universitetimiz 1501-guruhidan joy oldi. 90 yil davomida ta'lim sifatiga, azaliy qadriyatlarga sodiq qolgan holda, shu kunga qadar 100 mingdan ortiq kadrlarni yetishtirib chiqargan bir oilaga aylandi. Urganch davlat universiteti. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti. Urganch davlat universitetida. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti. Urganch davlat universitetida. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti. Urganch davlat universitetining. Urganch davlat universiteti. Urganch davlat universiteti. Bugun Urganch davlat universiteti ajdodlar merosi, ustozlar fidoyiligi va zamonaviy tafakkur uyg'unlashgan dargoh. Bu maskanda ilmiy an'analar davom etmoqda. Yoshlar esa buyuk ajdodlar izidan borib, yangi O'zbekistonning bunyodkorlariga aylanmoqda. Bu hali hammasi emas.